Assalomu alaykum Uzbekistan. Assalom Uzbekistan. Biz sizlarni Yaxshi ko'ramiz. Kitob bilan. Assalomu alaykum Uzbekistan. 1, 2, 3, 4, 5. Hey! Assalomu alaykum. Meni ismim Madina Abdurashidova. Men AQShda, Washington shtatida 1 yildan beri oilam bilan yashab kelmoqdaman. Bu yerda men 11-sinf bitiruvchisiman. O'zbekistonda 10-sinfni bitirib kelganman. Shu paytgacha bir qancha milliy hamda xalqaro grantlar sohibasi bo'lganman. Bugun sizlarga AQShdagi maktab tizimi haqida gapirib bermoqchiman. Meni maktabim ertalab 7:20 da boshlanadi. Maktab sariq avtobusi meni uyimdan 6:40 da olib ketib, 15 minutda maktabimga olib borib qo'yadi. Yuqori sinflarning ko'pchiligi o'zlari maktabga mashina haydab keladi. Shuning uchun ham maktabning parkovka joyi juda ham katta. AQSh Washington shtatida maktablar tizimi 3 ta bosqichga bo'linadi. Boshlang'ich maktab bu 1-sinfdan 6-sinfgacha, o'rta maktab 7 va 8-sinflar va yuqori maktab 9-sinfdan 12-sinfgacha. Men yuqori sinfda o'qiyman va men maktabimda faqatgina 9, 10, 11 va 12-sinflar o'qishadi. Maktabimda 1350 ta o'quvchi bor. Har bitta sinfdan taxminan 300 ta yoki 350 ta o'quvchi bor. Ya'ni 9-sinflar 300-350 ta, 10-sinflar 300-350 ta va hokazo. O'zbekistonda muayyan sinfdagi o'quvchilar bir xil fanlarni o'qishadi va maktabdagi vaqtlari asosan birgalikda kechadi. Bu yerda esa o'rta maktabdan boshlab barcha o'quvchilarning o'zlarining darslar jadvali bo'ladi. Ya'ni o'quvchi o'zining qiziqishiga ko'ra fanlarni tanlaydi. Masalan, men fotografiya darsimda 9, 10, 11 va 12-sinflardan o'quvchilar bor. Chunki ular o'zlarini jadvalini tuzayotganida menga o'xshab fotografiya darsini tanlashgan. Bu degani bitta darsda har xil darajadagi sinflar aralashib o'tirishi mumkin. Bu maktab tizimining yaxshi tomoni, siz o'zingizga mos va qiziqqan darslaringizni tanlab ketaverasiz. Aytaylik, siz matematikani o'zingizning tengdoshlaringizdan yaxshiroq bilsangiz, demak ularga o'xshab algebrani emas, kalkulus, ya'ni matematikani yuqoriroq darajasini jadvalingizga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Yuqori sinflarda 1 yil uchun faqatgina 6 ta fan tanlanadi va har kuni faqat o'sha darslarga borasiz. Masalan, bugun sizning birinchi darsingiz ingliz tili, keyin tarix, matematika, fotografiya, marketing va kimyo bo'lsa, ertaga ham xuddi shu darslarga va xuddi o'sha navbatda boraverasiz. O'sha 1 yilga tanlangan 6 ta fandan 4 tasi asosiy fan bo'ladi. 4 ta asosiy fanni tanlashga majbursiz. Qolgan 2 tasini esa qiziqishingizga ko'ra tanlaysiz. Meni maktabimda tanlash bo'lgan darslar bu oshpazlik darsi, robotics, ya'ni robotlar yasash darsi, marketing, fotografiya, grafik dizayn, drama, ya'ni aktyorlik mahorati, jurnalistika, videomontaj, ispan tili, fransuz tili, psixologiya va har xil hunarmandchilik darslari. Hamma sinflar ingliz tili, matematika, tarix va science fanlarini o'qishlari kerak. Science bu ilmiy fanlar, bu kategoriyaga kimyo, biologiya, fizika va informatika kiradi. Kelinglar endi lunch, ya'ni obed vaqtlari qanaqa bo'lishi haqida gapirib beraman. Meni maktabimda 2 ta obed vaqti bor, birinchi va ikkinchi obed deb aytiladi. Ikkalasi ham 30 minutdan davom etadi. Birinchi obed vaqtida o'quvchilarning yarmi ovqatlansa, ikkinchi obed vaqtida qolgan yarmi ovqatlanadi. Har kuni bitta asosiy ovqat tayyorlashadi. Aytaylik, nachos, barbekyu, salmon balig'i, pishloqli makaron yoki boshqa ovqatlar. Asosiy taomdan tashqari har kuni tovuqli va mol go'shtli burgerlar hamda pitsa tayyorlashadi. Mana shu variantlardan bittasini tanlashingiz mumkin. Tanlagan taomingizga qo'shib, albatta meva yoki sabzavot olishingiz kerak. Maktabda obed sotiladi va narxi $4. Daromadi kam oilalar tekin nonushta va obed programmasiga topshirsa bo'ladi.
va ularning bolalariga nonushta va obed tekin bo'ladi. 11 va 12 sinflar obed vaqtida maktabdan chiqib ketib, tashqaridan ovqatlanib kelsa ham bo'ladi. Obed vaqtida albatta maktab kutubxonasiga borib o'tirsangiz va darslaringizni qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerda ko'p o'quvchilar sport va musiqada ham juda qobiliyatli. Deyarli har bir o'quvchi sportning bitta turida qatnashadi hamda musiqa asboblaridan birini chala oladi. Meni eng yaqin o'rtoqlarimdan biri kurash bilan shug'ullanadi hamda skripkani juda yaxshi chaladi. Men esa o'zbek nayini chalaman. Albatta, men bu maktabga 1 yil oldin kelganim uchun nay chalishni O'zbekistonda paytimdayoq o'rganishni boshlagan edim. Hi! Hammaga salom. Men ismim Madina. Men 11-sinfda o'qiyman va men maktabimda juda yaxshi ko'raman. Hozir o'rtoqlarim men aytgan gapni o'zini tilida gapirishadi. O'rtog'im Kenyadan, bu o'rtog'im Turkiyadan. Should I say in English too? Yeah. Hi guys, my name is Madina. I go to 11th grade and I love my school. Avari Dinanguni Rochelle, and I'm in Naniko Junior 11th, and I love it. Merhaba, benim adım Rima. Ben 10. sınıftayım ve okulumu çok seviyorum. Yay! Thank you! Shuningdek, maktabda turli xil 40 dan oshiq klublar bor. Ularning har biriga to'xtalsam, hozir mavzu juda ham cho'zilib ketadi. Bir ikkitasi haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Masalan, men o'zim 3 ta klubning a'zosiman. Ular biznes, hiking club, ya'ni bu tog'larga chiqish, piyoda ko'p yurish sport turi desa ham bo'ladi, va National Honor Society. Bu maktabdagi ilg'or o'quvchilar jalb qilingan klub. 11 va 12 sinf o'quvchilari kollejlardan ham darslar olsa bo'ladi. Kollej darslari albatta qiyinroq bo'ladi, lekin ular universitetlarga topshirayotganda yordam beradi, chunki ular siz qiyinroq darslarni olishga tayyorligingizni va yaxshi o'qishingizni ko'rsatadi. 11 va 12 sinflar hattoki maktabga butunlay bormasdan faqat kollejga borib yoki kollejdan onlayn darslar olib maktabni ham tugatishlari mumkin. Yoki maktabdan ham kollejdan ham bir vaqtning o'zida darslar olib o'qish ham mumkin. Men 12 sinfim uchun maktabdan 3 ta dars olib, qolganini esa kollejdan olmoqchiman. O'zimga yaqin kollejga borib, dokumentlarimni topshirib keldim va kollejni aylanib ham chiqdim. Aytgancha, AQSh Washington shtatida 14 yoshdan ishlash mumkin. Boshqa shtatlarda yosh chegarasi sal boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin umumiy olganda 14 va 15 yoshdan ba'zi o'quvchilar ishlashni boshlashadi. Ular magazinlarda, fast food restoranlarda, kinoteatrlarda yoki parklarda ishlashlari mumkin. Shunday qilib, ular erta yoshdan mas'uliyatli va intizomli bo'lishni o'rganishadilar. Men ham restoranda host bo'lib ishlayman. Men mas'uliyatlarim bu mijozlarni kutib olish, ularni to'g'ri joylarga o'tkazish, ofitsiantlarga ko'rsatma berish va hokazo. Ishlab topgan pullarimni o'zimni va ukamni qo'shimcha darslariga hamda boshqa shaxsiy ehtiyojlarimga ishlataman. Xo'sh, endi menga obunachilarim yuborgan savollardan bir nechtasiga javob beraman. Birinchi savolimiz: maktabga birinchi borganingizda sinfdoshlaringiz qanday kutib olishgan? Bu yerda boshlang'ich sinf paytidanoq bolalarga bir-birini ustidan kulmaslik, kamsitmaslik haqida shunchalik singdirib yuboriladiki, o'quvchilar boshqalarning ustidan kulishga haqqim yo'q deb hisoblaydi. Aksincha, hamma bir-birini xato qilsa ham qo'llab-quvvatlaydi. Men ham boshida baribir talaffuzimda bir ikkita kamchilik bo'lgan. O'zim biroz noqulay his qilganman, lekin boshqalar tabiiy qabul qilgan va tezda moslashib ketganman. Keyingi savolimiz: o'quvchilar darslarda o'zlarini qanday tutishi va o'qituvchilar bunga qanday munosabatda bo'lishlari haqida. O'quvchilar darslarga o'zlariga kerakligini bilib kirganliklari uchun o'sha fanni o'zlashtirishga harakat qilishadi va o'qituvchini tinglashadi. Lekin ba'zan ayrim o'quvchilar uxlab qolishi yoki gaplashib o'tirishi mumkin. Bu holatni esa agar solishtiradigan bo'lsam, O'zbekistonda shunday holatda
o'qituvchini jahli chiqishi hamda o'quvchini urishib berishi mumkin. Bu yerda o'qituvchi darsini o'taveradi, imtihonlar paytida o'quvchiga hech qanday yordam berilmaydi. Agar darsdan yiqilsa, yozda o'sha darsini qaytadan topshirib berishi kerak. 3-savol. Maktabda o'quvchilar qanday kiyinadi? Bo'yanib ham keladimi? O'quvchilar xohlagan kiyimini kiyib keladi, hattoki pijama kunlari ham bor, ya'ni o'quvchilar va ustozlar maktabga pijamada kelishlari mumkin. Sochlarini esa pushti, yashil, ko'k, sariq va hokazo ranglarga bo'yashlari mumkin. Kosmetika vositalaridan istagancha foydalansa bo'ladi. Bu narsalarga e'tibor 2-darajali bo'lib, 1-darajadagi e'tibor esa bu sifatli o'qish, yaxshi mutaxassislar yetishib chiqishi va sohalarni chuqur o'rganishga qaratiladi. Oxirgi savol. Ilm olishingizga hayotingizda asosan kim katta turtki bo'lgan va qiyinchiliklarga duch kelsangiz qanday yengib o'tasiz? Meni yoshligimdan kitoblarga mehr qo'yishimga, grantlar sohibasi bo'lishimga sababchi birinchi o'rinda bu ota-onam bizni, ya'ni meni, opamni, ukamni va singlimni ta'limi, qiziqishlari hamda orzu-maqsadlari yo'lida cheksiz sabr va mehr bilan yonimizda har doim qo'llab-quvvatlab turishadi. Qiyinchiliklar ko'p bo'lgan, hozir ham bo'ladi. Ko'pchilik Amerikada oson deb o'ylaydi, lekin hamma yerning o'zining toshi tarozisi bor. Men uchun eng qiyin narsa bu vaqt. Vaqt yetishi qiyin, darslar ko'p, hafta oxirlarida esa ishlayman. Shuning uchun o'zimga nisbatan qattiq intizomli bo'lishga harakat qilaman. Aytgancha, mehnatimning bu yilgi mevasi men AQShdagi eng top universitetlardan biri Yale universitetiga yozgi grant yutib olganim. Bu grant menga to'liq tekinga tushyapti. Men Yale universitetiga iyul oyida o'qish uchun uchib boraman va ularning YouTube tarmog'i uchun ham filmlar tayyorlashda hamkorlik qilaman. Hurmatli obunachilar, sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, izohlarda yozib keting. Iloji boricha javob berishga harakat qilaman va keyingi filmlarimda qiziqishlaringizni inobatga olaman. Meni hikoyam shundan iborat edi. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hali yana shunaqa filmlar tayyorlab boramiz. Xayr. 1, 2, 3. Yeah!